Xitoy Uyg'urlarni chet ellardami zaharlamoqda. 6 ayning 16 kuni Amerikaning Virjiniya shtatida yashi amdili 20 dan oshgan bir musofir Uyg'urning tuyuqsiz fojialik o'limi ko'chkunda yashayotgan Uyg'ur jamoatini yana bir qitim ansizlikka va qayg'uga soldi. Jiddiy qutqizish xodimlarining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, bu Uyg'ur yosh zahar chekkanlik uchun o'lib ketgan bo'lib, uning ishlatgani Xitoyda yasalib, Amerikaga kirgizilgan sun'iy zaharlik chekimlik fentanil ekan. Xitoyning zulmidan qochib, o'z vatanidan ayrilgan, u yerdan Malayziya, Taylandlarda musofirlik va tutqunlikning dardini yetkish tortgan, uningdan keyin Uyg'ur faoliyatchilar va Amerika hukumatining yordami bilan erkin dunyoga qadam qo'ygan bir Uyg'ur yoshning alg'a besish u yoqda tursin, tushkunlashib, oxirida Xitoy yasagan zaharda hayotidan ayrilishi har bir Uyg'urni cho'nqur o'yga solmay qolmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari qurultayining munosabatlik materiallarida ko'rsatilishicha, Xitoyni manba qilgan fentanil 2019-yildan boshlab Amerika yoshlarini zaharlaydigan va ularning o'limiga sababchi bo'lgan asosli omilga aylangan. Xitoydan kirgizilib Meksika zahar atkazchilar tomonidan pishiqlab ishlanadigan bu ximiyalik zahar asosli Amerika nishon qildi ekan. Fentanilga qarshi turish uchun Amerika qurultayida 2022-yil 6-oyda fentanilni yo'qotish qonun loyihasi tanishtirilgan bo'lib, bu qonun loyihasi 2022-yil 12-oyda Amerika Kengash palatasidan o'tgan. Bu qonun loyihasini tanishtirgan parlament a'zosi David Tronning tanishtirishiga qaraganda 99% fentanil Xitoydan Meksikaga keldi ekan. Ondan ikki cho'ng zahar kartellari Jalisco va Sinaloa tarafidan pishiqlab ishlangandan keyin Amerikaga kirgizildi ekan. Amerika Tamojna va chegara boshqarish idorasining tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, sun'iy zaharlik chekimlik bo'lgan fentanil heroindan 50 kassa, morfindan 100 assa kuchli ekan. Fentanil yana heroin va kokain qatorliq zaharlik chekimliklar qatilgandan keyin ularni texnik kuchlik va arzon qiladi ekan. Fentanil 2019-yildan buyon Amerikada yoshlarning o'lib ketishidagi asosli sababga aylangan bo'lib, 2021-yil zahar chekib o'lib ketgan amerikalik 100 mingdan oshib ketgan. Buning ichida 64 ming odam fentanil sababidan o'lgan. Amerikalik jurnalist Andres Korning aytishicha, Amerikaga saldak eqib kirayotgan fentanilning orqasida Xitoy hukumati bo'lib, zaharlik moddalarni qo'ral qilib Amerikani ojizlashtirishni maqsad qildi ekan. Xitoy Amerikaga qarshi nurg'un o'chilish vositalarini qo'llanadigan bo'lib, fentanil faqat shularning birisi ekan. Amerika hukumati Xitoy bilan fentanil masalasi haqida ko'p qitim suhbat boshlagan bo'lsa-mu, Xitoy qasddan kechiktirish usuli bilan Amerika tarafining talablariga javob bermay kelgan. Bu qitim davlat sekretari Blinken fentanil masalasini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, Xitoy taraf buningga ijobiy javob bermagan. Xitoydagi fentanil ishlab chiqarish markazi Xitoy virus tarqalgan Wuhan shahri bo'lib, Amerikalik jurnalist Ben Westhoffning aniqlashicha, Xitoy hukumati fentanil qatorliq zaharlarning ishlab chiqarilishiga va eksport qilinishiga hech qanday cheklim qo'yib baxmagan, balki turli e'tibor siyosatlari orqali ilhom bergan. Xitoy fentanil eksport orqali yiliga oz deganda 100 milliard dollar kirim qildi ekan. Bundan boshqa dunyoning har qaysi joylariga, jumladan Avstraliya va Sharqiy Janub Osiyo ellariga tarqalayotgan fentanillarning hammasi Xitoyda ishlab chiqarildi ekan. Xitoy hukumati 1980-yillarning oxiridan boshlab Uyg'urlarni jismoniy va ruhiy jihatdan xaroblashtirish uchun xilma-xil zaharlarning Sharq Turkistonga tarqalishiga yo'l ochib bergan bo'lib, azaldan pokizlik va axloqda Xitoydan ko'p ustun bo'lgan Uyg'urlar keyincha zaharlik chekimlik va aydiz yuqumi jihatda oldingi qatorda turadigan millatga aylanib qolgan edi. Endilikda Xitoy zulmi tufaylidan chet ellarda musofir bo'lib, erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlarmi Xitoyning zaharlik qo'lidan qochib qutulolmayotdi. Necha kunning oldida zahar bilan hayotidan ayrilgan Uyg'ur yosh chet ellarda zahar sababidan o'lib ketganlarning birinchisi emas, eng oxirgisi emas. Bu Uyg'ur yoshining fojialik oqibati Uyg'urlarga o'zaro kuyinish va ko'ngil bo'lishning qanchalik muhim ekanligini yana bir qatim kuchli eskartdi. Zaharlik chekimlik masalasi yolg'iz Amerikada emas, Yevropa va Turkiyadagi Uyg'urlar orasida mavjud bo'lgan jiddiy masala bo'lib, bu masalaga sal qarash texmi ko'p fojialarni maydonga keltirishi mumkin. Amerika Kolumbiya universitetidagi doktor Mehmet Emin mundaq deydi: Zaharlik chekimlik to'g'risidagi tarbiya cho'qim bola kichik vaqtida yoki bir odam zaharga o'ginib qilishdan burun ilib berilishi kerak. Chunki zaharlik chekimlikka o'ginib qolgan yoki xumor bo'lib bo'lganlarga tarbiyaning jiq unumi bo'lmaydi. Ularga qarta davolash ilib berishga to'g'ri keldi.